nimaga men ishlaganman, men ishlaydigan pulimni qaynamga berishim kerak, mehnatni men qilyapman. Endi Rossiyada to'lab toshib kelar-ku, hamma bitta banka pulim bor edi-da. O'qidim, kiprikka o'rgangan vaqtlarim birdan shaharga ishda qoldim o'sha yerda. Klient bo'lmagan, har kuni ishlayapman deb bitta tillamni sotib qaynamga olib berganman pulini. Ishlayapman debda. Endi ishlamasam qo'y, ish bo'lmayapti, klient bo'lmayapti, bekorga xarajat qilib borib kelma, vaqtingni ketkazma, bolalaringga qara deb aytadi deb qo'rqqanimdan o'sha tillalarimni sotib qaynam qo'lga olib berganman. Bugun shuncha ishladim, bugun shunaqa ish bo'ldi. Va kelinlarda ham bugun meni ikkita kelin chiqardi, mana bu puli. 5 ta 6 ta kiprik ekdim, mana puli. O'zimga keraklisini olib qolganman. Aytadi, o'zingga keraklisini olib qoldingmi? Olib qoldim. Xarajatingni olib qoldingmi? Olib qoldim. Qolganini topshirganman. Hammasini yig'ib o'zimizga berganda. Qaynam o'ziga yangi kiyim ham olmaydi, yangi ko'ylak ham olmaydi, bir joyga ham bormaydi. Faqat yig'ib bergan bizga pulimizni. Kelinlar o'sha joyida ozginagina tushunsa, yangi kelinlar baribir tushunmaydi. Men ham yangiligimda tushunmaganman. Nimaga men ishlaganman, men ishlaydigan pulimni qaynamga berishim kerak, mehnatni men qilyapman. Lekin hozir o'ylasam, o'sha vaqtda to'g'ri qilganman-da. Ozgina ichimdan o'tgan, nimaga men ishlayapman deb berayapman, lekin yo berganman, mayli, ishlama deb aytmasin deb turib, lekin pulimni polностью beryapman qaynamga. Ozgina nima desam ekan, kelishsa vaqt soati kelib tushunadi-da. Endi mana yoshimiz o'tavergandan keyin tushunaveramizda, yosh kattalardir.